Assalomu alaykum, muhojiratdagi barliq to'rdosh do'stlar. Men yaqinda mərhum Abdulhakim Baqi İltəbir akimiz tərəfindən yezilgan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Robiya Qadir xonimning hayot qismatlari putilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qib, YouTube'ga yo'lladim ham o'zimning Facebook betimga qo'ydim. Bu jarayonda nurg'unlardan shunda yaxshi inkoslar keldi. Ayrim xonimga ham so'z qoldirganlar bo'ldi. Bularning ichida ba'zilari ota-onalarining xonim bilan birga o'tgan hayotlarini eslab beribdi. Ba'zilar shundoq yaxshi asmlarini o'zining birga kechirgan asmlarini deb qo'yibdi, ham ba'zilar bu kitobni anglagandan keyin ko'z qarashlarida o'zgarish bo'lganliklarini so'zlab qo'yibdi. Bugunmi to'pqa kelgan bir yozmani o'qib qoldim. Bumu shu kitobni o'qigandan keyingi birisining olgan ta'siroti ekan. Shunga buni o'qib, yana do'stlar bilan o'rtoqlashishni muvofiq ko'rdim. Bu yozma tuvandagidek yozilibdi. To'plarda bir yozma o'qib qoldim. Temisi men yuzsiz, siz yuzsiz, biz yuzsiz ekan. Yaxshi fikrlar ekan. Yaqinda to'rlarda boshqa aka-inilarmi yaxshi fikrlarni beryotdi. Bu bir xil yaxshi ahvol. Men nima demoqchi deganda, mau karantin vaqtida mərhum Abdulhakim Baqining xonimga atab yozgan kitobini to'rdan anglab, 50 dan oshgan er kishi turib necha qitim yig'lab ketdim. Hey, xonimni o'qimagan deguchilar. Bilmagan bo'lsanglar, men deb beray. 16 yoshda kasaljon opsi va 5 qarindishni boqaman deb to'y qilgan. Kaynidan boshqalarni beyish yo'liga yetaklayman deb hukumatning ko'ziga sat ko'rinib, eri hukumatdan qo'rqib qo'yayotgan, 6 tirik yetim balani yolg'iz boqqan ona qandoq o'qiydi? Sizlar ota-onalar yaratib bergan rohat sharoitda o'qib, xonimni o'qimagan deyishga yuzinglar qandoq chididi? Biz mayli olim, mayli nechtilliq bo'lib ketayli. Professor, doktor, shoir, yozuvchi, puldor bo'lib ketayli. Hammasi Alloh bizga sinab bergan ne'mat. O'zinglarcha men shunda qobiliyatli deb qoldinglarmi? Alloh bergan bilim u. Alloh tangshab berdi. Biriga pul, biriga aql, biriga uni, biriga buni. Qandoq yerga ishiltidi deb sinab berdi. Shuhratparastlik, Mehmedallik qilsin deb bermaydi. Meni tunusun, ilmning haqqini ado qilsin, dini, millati, vatani uchun ishlasin deb berdi. Og'zida Alloh kalimasini deb qo'yish Allohni tuniganlik emas. Bergan ilmni, pulni, iqtidorni, fursatni to'g'ri yo'lga ishiltish Allohni tuniganlik. Xonimdek bir gigant ayolnimi Alloh bizga sinab bergan. Bu kitobni anglab, xonimning bugungacha hayot, salomat, jangovar turg'unni Allohning mo'jizasiga deb tushundim. Qarab baqsaq, bugungacha har qaysi tashkilotlar, shaxslar qo'lidan kelganicha tirishib keldi. Ammo ishdan tizdan oshgan yo'q. Bir muncha fidoyi da'vogar yoshlar yetishib chiqyotdi. Uyg'ur agentligining arabcha, uyg'urcha xabarlarini birini qo'ymay o'qiyman. Shundoq yaxshi ish qilyotdi. Boshqa bolalarmi o'z oldiga aktiv faoliyatlarni qilyotdi. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Anglasa kompyuterda, tabiiy fanlarda ajoyib iqtidorli yoshlar bor ekan. Ularning iqtidoridan shular yashayotgan davlatlar foydalanib o'tibdi. Har qaysi tashkilot, derneklar o'z oldiga harakat qiladi. Yana surgunda hukumat, partiyalarmi bor. Hech kimni qo'llamaydi. Hammasi mening to'g'ri deydi. Hammasi Uyg'ur davosi uchun tirishyotdi. Onunğa ko'z yummaymiz. Sizlar bir yerga kelmay qanchalik tirishsanglarmi, kunimiz bu o'zgarmaydi. Bir-biringlarni e'tirof qilmaysizlar, ammo
hamma Uyg'ur e'tirof qilgan ma'naviy ona bor. U yerga to'plassanglar g'ururinglar sunmaydi. Sening oldinga berib qolamdim demaysizlar. Analarning oldiga borasizlar. Hammamiz bir kuch, bir nishon, bir ideologiya ostida uyushayli. Bizga ana bo'lg'uchi uni qila oladi. Yoshlarmo tarqoq faoliyat qilib kuchi upurmasin. Texnikasi boshqalarga ketmasin. Uyg'ur uchun ishlasin. Hammanglar o'xshash ishga kirib olmay, biringlar bir sohaga mas'ul bo'linglar. Mas'ul bo'lgan ishning hodisidan to'liq chiqinglar. Omidin, biz sizlarga nima qilib beramiz deb so'ranglar. Ularning moddiy va ma'naviy turmushini betish uchun kuchanglar. Biz yolg'iz harakat qilib bir ishni vujudga chiqara olmaymiz. Ammo hozir qattiq umidsizlik ichida. Barliq tashkilotlar sizlar ishinglardan birining bosh bo'lib qilishini hargiz xolamaysizlar. Qarshi tarafni yaramaz, tadbirsiz ko'rsizlar. Shundaq bo'lib menga bersanglar, biz chet eldagi Uyg'urlar mushundaq ketaveramdi. Bizga ishinglar oxirsin. Ey, davo bishidikilar. Robiya ananing atrofi o'yishayli, maslahat berayli, aqllar qo'shini qurib tadbir olayli. Iqtidorimizga qarata birdan ishqa mas'ul bo'layli, mas'ul bo'lgan ishning hodisidan chiqayli. Bizning taqdirimizni belgilash Allohning ilkida. Alloh taqdirimizni insonlar orqali vujudga chiqaradi. Masalan, kunlarning birida Putin yoki Trump Uyg'urdan bir vakil kelsin desa, kim bor edi? Sana nima kerak desa, yonmay, mustaqillik deyalaydigan biri bormi? Robiya xonim vatandagi vaqtida siyosiy nupuz va iqtisodiy nupuzda birinchi darajali xonim edi. Yana shu nupuzi bilan dunyo sahnasida tonildi. Bugungi kunda vatan ichi va sirtida siyosiy nupuzi bilan e'tirof qilinib, Uyg'urga to'liq vakillik qila oladigan xonimdan boshqa yana kim bor? Shu salohiyati bilan har zaman xonim ustalning qarshisiga kelalaydi. Shu vaqtda qarshi taraf sening qandoq tayyorlig'ing bor? Odamlaringni yetaklab qaysi saviyaga ilib kelding? desa nima deyish kerak? Qaytiradigan javob hamma Uyg'urning javobi. Shundaq ekan, har qanday Uyg'urning kuchni markazlashtirishga hassa qo'shish majburiyati borki, to'sqinlik qilishga haqqi yo'q. Hozirgi chichilang'u holatimizga, hayajonga bir ish vujudga chiqmaydi. Bir ideologiya ostiga yig'layli. Kimning qobiliyati nimada bo'lsa, shuni millatimiz uchun joriy qildirsin. Bizningmi bir davlatga o'xshash sistemalarimiz bor bo'lsin. Hey Uyg'urim, bag'rim Uyg'urim. O'zimizning holiga ichimiz og'irsin. Biz bundaq bir millat emasdik. Biz xon o'tgan millat edik. İttifoqsizlik, hasaddan iborat illat bizni vayron qildi. Divonidek tillab yashayotimiz. Xitoy boylig'imizni ilib yayrab, boyashot yashayotdi. Vatandiklarning ohu zorini, bir millatning taqdirini hasadning qurboni qilib etmayli. Hasad qilinglar. Xitoy qo'limizdan ilib olgan boyliqqa. Hasad qilinglar. Boshqalar yaratgan fan texnikaga. Ammo Uyg'urga hargiz hasad qilmanglar.